Assalomu alaykum hurmatli talabalar, YouTube ixlosmandlari, bizni tomosha qilayotgan ilmga chanqoq yoshlar o'zbek dialektologiyasi fanidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini boshlaymiz. Mavzuyimiz o'zbek she'rlarining grammatik xususiyatlari. Dastlab sizlarni reja bilan tanishtirib o'taman. Birinchi rejamiz o'zbek she'rlarida grammatik son va egalik kategoriyasi. Ikkinchisi o'zbek she'rlarida egalik kategoriyasi va uchinchisi o'zbek she'rlarida kelishik kategoriyalari. Manbalar bilan tanishib olasiz. Kaminani o'sha monografiyasi yoki Feruza Musayevaning o'zbek she'rlarining lingva madaniy tadqiqi, Xolmonova va Nasriyevalarning o'zbek she'rlaridagi lakunar birliklar lug'ati, mana Aliyeva Shahnoza domlani yoki bu yerda Saparniyozova Sobirovani ona so'z kitoblari va boshqa Xorazm she'rvasiga oid bo'lgan lug'atlar va mazkur kitoblar Murod Qosim Avdievni lug'atlari bilan tanishib olishingiz mumkin va o'sha Alijon Allaberdiyevni ham dialektologik izlanishlari natijasida yaratilgan kitoblar bilan bevosita tanishib o'tishingiz mumkin. Endi grammatik son kategoriyasi bevosita o'tadigan bo'lsak, grammatik son kategoriyasi biz adabiy tildan bilasiz, son bu birlik va ko'plik holatda ishlatilishi. Ko'plik ma'nosida ishlatiladigan she'rlarda larning turli xil variantlari bor. Masalan, mehmonlar bo'lsa, o'sha nar holatidagi yoki o'sha ar, a, la, dar, tar kabi variantlari ham mavjud. Bu qo'shimchalar biz she'rda turli hududlarda o'ziga xos qo'llanishiga guvoh bo'lganmiz. O'zbek she'rlari uchun lar o'sha arxiv variant hisoblanadi va u barcha o'zbek she'rlari uchun umumiy xususiyat kasb etadi. Endi she'rlarda ko'plik affiksi quyidagi variantlari mavjud, ya'ni ularda o'sha la variantli Toshkent she'rasida bilasizki, adamla, oyimla deganda lar hurmat ma'nosini la deb r tovushini tushirgan holatda ifoda etishadi. Endi va odatda o'sha Xorazm she'rlarida ham xususiyatni uchratishimiz mumkin. Masalan, kizlarda kizla, ularda hula, ar varianti ham o'sha shahar tipidagi she'rlarda qo'llanilishi. Masalan, bizlar, bizab, sizlar, sizab ma'nosida ham qo'llaniladi. Endi nar, dar, tar affikslari qipchoq she'rlariga xos xususiyat. Masalan, uzumnar, uzumlar, mehmonlar, mehmonlar, o'sha jigitlar, jigitlar va oyinlar, oyindar kabi qipchoq she'rlarda qo'llaniladi. Son kategoriyasida bular, bulalar, shular, shulalar kabi o'sha larni oldidan lani keltirish holati ifodalanishi bu she'rlarga xos xususiyat hisoblanadi. Ayniqsa o'sha Qorabuloq Oqon she'rlariga xos ko'rsatuvchi olmoshlarda ifodalanishi mavjud. Tarixiy o'sha qo'sh ko'plik shaklida uchrashi, masalan, bular, bulalar, ya'ni larni bo'rttirish ma'nosida, kuchaytirish ma'nosida ifodalanadi. Xorazm she'rlarida hurmat ma'nosini ham ifodalaydi. Adabiy tilda ham mavjud bu. Ko'plik va jamlik ma'nosini ifodalovchi maxsus affikslar bor. Masalan, o'sha Toshkent dialekt she'rlarida quyidagi affikslar uchraydi. Masalan, lik affiksi kiyimlari, kiyimligi, ishlarida, ishligi, lung affiksi o'zlari, o'zligi, uylari, uyligi. Va son kategoriyasi gi affiksi ham o'sha ayimgila so'zida yoki ayimgila, akangila, singingila Tojikiston Respublikasidagi Topqon she'rasida mana shunaqa xususiyatda qo'llaniladi. Til tarixida o'sha ko'plikning t, z, q, k affikslar bilan ifodalanishi kitoblarda qayd etilib o'tiladi. Mana shu shakllari bor. Ularning o'sha ayrim holatlari, ya'ni q affiksining aq varianti Surxondaryoning Jarqo'rg'on, Termiz, Sherobod tumanlarida yashovchi Qo'ng'irot she'rlarining ayrim so'zlarida saqlanib qolgan. Ular asosan olmosh va fe'l shakllarida uchraydi. Sizlar borib keldingizlarmi? Ya'ni keldingizlarmi? Sizlar borib keldingizlarmi? O'zingizlar, o'zingizlar, ya'ni v'ni orttirishi diftong holati, fonetik xususiyati bu mavzuda ko'rib o'tgan edik sizlar bilan. Va mana shunday holatda mavjud. Endi she'rlarda grammatik xususiyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'zbek tilining grammatik kategoriyalari o'zbek adabiy til va she'rlari uchun
shaklan bir xil bo'lib, uni tashkil etadigan so'z shakllari to'g'rirog'i affikslar rang-baranglik bilan adabiy tilni farqlanadi. Albatta, shevalarning bu xususiyati uning boyligidan darak beradi. Grammatik kategoriyalar so'z shakllarining birlasha olish qobiliyati nuqtai nazaridan tashkil topadi. Ya'ni o'sha so'z shakllarining ayni bir xil grammatik vazifa bajarish jihatdan birlashishini ko'zda tutadi. Mana birinchi shaxsda ko'rib turibsizki, imning qanday holatda kelishi birlikda. Bolam, balam, inim, inim, alim, ya'ni qo'lim ma'nosida. Ko'plikda ham birinchi shaxsni imizni turli xil variantlari mana so'zlarga qo'shilish holati ushbu jadvalda ko'rsatilgan. Tanishib o'rganishingiz mumkin. Birlik ko'plikni ikkinchi shaxsni ham o'sha birlikda o'sha nga, unga, unga affixlari keladi. Masalan, bolang, balang, ining, ining, aling, ya'ni qo'ling ma'nosidagi birlikda ikkinchi shaxsni. Ko'plikda ham ingiz yoki ingiz va zni joyiga s kelishi ham mavjud. Unizda ham zni joyiga s ishlatiladi. Mana balangiz, balangiz yoki joningizda, qo'lingizda, qo'liningiz, ko'nglingizda, kuningizni ma'nosida, ya'ni o'sha qo'shimcha qo'shilganda variatsiyalar yuzaga keladi. Masalan, qipchoq, qarluq o'g'izda o'ziga xos o'sha egalik grammatik shakllarida va kelishiklarda ham variantlar yuzaga keladi. Shuning uchun rang-barang va ularda statistik ko'rsatkichda juda ko'proq adab etilgan nisbatan. Uchinchi shaxs birlik va ko'plikda ham mana da ba'zan suv holati Qorabaloq hududlarida qo'llanilishi qatnashadi. Masalan, bolasi, balasi, inisida inisi, ali, ya'ni qo'lida ali, jonda o'sha so'zda ham ni qo'llanishi suv bilan qo'shilib ifodalanadi. Tulkisi, tulkusu, qoyi, qoyu. Bu o'sha singanmonizmli holat bilan bevosita bog'liq uchinchi shaxsda. Endi kelishik kategoriyalarga o'tadigan bo'lsak, shevalarda ham 7 ta shakl ifodalanadi. Dastlabki taraqqiyot davrida albatta bu. Hozirgi o'zbek adabiy tilida 6 ta kelishik shakllariga asoslanishi, o'zbek shevalarida esa ba'zan bu raqam 4 tagacha kamayishi mumkin. Faqat qipchoq hamda shimoliy o'zbek shevalaridagina 6 ta kelish shakli to'liq saqlanadi. O'g'iz laqchasining aksariyat shevalarida, Toshkent, Farg'ona shevalarida 5 ta kelishik mavjud. Ya'ni qaratqich va tushum kelishiklari bir ko'rsatkich bilan ifodalanadi. Qarshi, Buxoro, Surxondaryoning Jelovchi shevalarida 4 ta kelish qayd qilinadi. Ya'ni qaratqich va tushum kelishiklari bir xil ko'rsatkich bilan, jo'nalish va o'rin payt kelishigi ham bir xil ko'rsatkichda ifoda etiladi. Bosh kelishikni odatdagidek bilasizki, qo'shimchasi yo'q. Qaratqich kelishiginiki ning, ni qisqargan yoki belgisiz holatda kelishi adabiy tilda o'sha mavzulardan yaxshi o'rgangansiz. Inga, inga o'sha mana yena, yenaning, ota, ataning, qipchoq laqchasida otangning, ataning holatida qo'llaniladi. Mana bedananing, bedananing mang'it shevasida qaratqich kelishiga ham xuddi shunday holatda, ya'ni Jo'z, Sherobod shevalarida z undoshi bilan tugagan so'zlarga qo'shilganda affiks tarkibidagi a undoshi progressiv assimilyatsiyaga uchraydi. Bizning, bizing, sizning, sizing o'sha bu yerda ing affiksi undosh bilan tugagan so'zlarga qo'shiladi. Ko'pning to'yi, ko'pning to'yi, koping to'yi, otning boshi, ating bashi. Endi qaratqich kelishigida nun varianti ham bor. Affiksi lablangan unli qatnashgan va uni unli yoki sonor undoshlar bilan tugagan so'zlarga qo'shiladi. Unung, onung, uyning, uynung qipchoq laqchasida un varianti ham bor. Affiksi lablangan unli qatnashgan va undoshlar bilan tugagan so'zlarga qo'shiladi. Ko'zning qorachig'i, ko'zung qarachig'i, tunning qorong'usi, tunung qaranishi. Qarang'isida o'sha qo'yning junida qo'nung juni shimoliy o'zbek shevalarida ifodalanadi. Tushum kelishigi ham ni affiksi o'sha olmani, almani Toshkent shevasida va Surxondaryoda tojik tilini ta'sirida ham o'sha alma deb ko'proq qo'llanish bor, ya'ni oni a holatda almashtirishda. Suvni shimoliy o'zbek shevalarida ni varianti arxiv variant hisoblanadi va barcha shevalarda qo'llana oladi. I affiksi undosh bilan tugagan so'zlarga qo'shilgan. Xo'p,
Qorako'l va Olot shevalarida amalda bor. Ya'ni ishni qil, ishi qil cho'ziladi. So'zni bilmasang gapirma. So'zi bilmasang gapirma. Nu affiksi oxirgi bo'g'inda o'sha lablangan unli bo'lgan so'zlarga qo'shiladi. Qorabuloq, Mankent shevalarida bu xususiyatni uchratishingiz mumkin. Endi tushum kelishiga o'sha ni holatdan qisqaradi. Adabiy tilda ham mavjud bu. Masalan, qaratqish va tushum kelishigida ham yer kurrasin boshini tamg'idik. Yer kurrasining demoqchi yoki o'sha ni ba'zida diftong sifatida so'z o'rtasida ham orttirib talaffuz qilinadi. Ichinda, tashinda bo'lsa, o'sha ni ichida, tashida, ya'ni tashqarisida ma'nosida ni o'rtada orttirilib talaffuz etilyapti. Endi o'sha di, ti affiks undosh bilan tugagan so'zlarga qo'shilishi mana tushum kelishigini singarmonizm shevalarida qo'llaniladi. Masalan, tog'ni tavdi, yigitlarni yig'tardi, otlarni attardi Qipchoq shevasida yoki ukamni emas, ukamni ko'rdim deb so'z ochmoqda ko'p qo'llaymiz. Bu da di o'tgan zamon qo'shimchasi ifodalanadi, lekin tushum kelishing o'rnida dining qo'llanilishi bu albatta orfoepik xato hisoblanadi. To'g'ri talaffuz qilib nini qo'llashimiz kerak. Shevalarda ham mana shu variativlikni kuzatishingiz mumkin. Mehnatkashni minnatkashni varianti Farg'ona guruh shevalarida ham qo'llanadi. Uyni uyda, ishni ishda, bug'doyni bug'dayda pop shevasida kuzatiladi. Tushum kelishi aksariyat shevalarda tushum kelishiga affiksdagi n undoshi kuchli assimilyatsiyaga uchraydi. Bu ayniqsa Toshkent shevasida yaqqol ko'rinadi. Qo'lni qo'lli, boshni bashshi. Shu o'rinda Toshkent shevasi haqida o'sha ba'zida buyruq ma'nosidagi qila qolginni qilaqo, ola qolginni olaqo. Gin Surxondaryo shevasida men sheva axborotchilaridan ma'lumotlarni yozib oldimdagin ularni o'qidim desa, yozib oldimdagindagi gin buyruq ma'nosida emas, lekin Toshkent shevasida o'sha bora qolginni boraqo, ola qolginni olaqo tarzda ifodalanadi. Bu yerda gin tushib qolgan variant. Adabiy tilda ham bor. Masalan, bor o'qi yozda, yozgin borgin o'qiganda ham gin belgisiz holat ifodalanadi. Bu buyruq ma'nosidagi. Bu yerda qo'lnidagi ni li holatda assimilyatsiya holatda, ya'ni asosiy o'zakdagi tovush qo'shimchaga ta'sir qiladi, tovushdagi qo'shimchadagi tovush o'zakka ta'sir etib o'zgaradi. Endi tushum kelishigining belgisiz qo'llanilishi barcha shevalarga xos. Biz keldik kelin ko'rgani. Kelin ketdi tezak tergani degan maqollar bor. Biz keldik kelin ko'rgani. Biz keldik kelin ko'rgani. Shumshuq soysa ham qassob soysin. Chumchuq soysa ham qassob soysun deb Qarshi shevasida shu fonetik xususiyati o'zgartiriladi. Jo'nalish kelishiga ham o'zi yo'nalish degani Surxondaryoga xos bo'lgan o'sha jelashda yo'nalish ma'nosida ga, ka, qa, g'a affiksi bu affikslarda ham o'sha variativlarni singarmonizm shevalarida qo'llanishini kuzatamiz. Singarmonizm yo'qotgan shevalarda ga, ka varianti uchraydi. Uyga, o'sha uyga, yurtga, ishga, ishka. Toshkent viloyat shevalarida qani g'a varianti singarmonizm shevalarida orqa qator unlilar kelganda asoslariga qo'shiladi. O'qishga, o'qishqa, dalaga, dalag'a. Jo'nalish kelishiga o'sha affiks O'g'iz guruh shevalarida ham Shimoliy o'zbek shevalariga ham xosdir. Qo'limga, qo'lima, gullarga, gullara. Mana shunday holatda o'zgarishi bor. Ya'ni Xorazm O'g'iz shevalar ko'p kuzatiladi. Qarshi shevalarda ham uchraydi. Masalan, xurmaga, xurmaya, o'ziga, o'ziya va hokazo. Jo'nalish kelishining 4 ta shakli shevalarda o'rin payt kelishlik ma'nosini ham ifodalaydi. Xurmaya o'sha chaqqa, yo'lga misollarda mana shunday jo'nalish kelishlik variantini ko'rasiz. Endi o'rin payt kelishiga ham da, ta holatda qo'llaniladi. Singarmonizm shevalarda kelishi mana ishda, ishta, qo'lida, qo'lida, ichida, ichinda. Shu orada, shu o'rtaliqda Qipchoq shevasida qo'llaniladi. Va chiqish kelishiga ham oxiriga kelishik dan holati tan varianti affiksi barcha shevalar qo'llana oladi. Buxaradan
sendan, sandan, boshqalari esa singanmon shevalarga xos. Yaprog'idan, japrag'idan, maxluqdan, maxluqdan va nan holati m, n, nga undoshlar bilan turgan so'zlar qo'shiladi. O'zingdan, o'zingdan, bo'yingdan, bo'yundan, o'zimdan, o'zimdan. Chiqish kelishiga mana din varianti ham bor. Sendan, sendan, oshxonadan, ashxonadin, topa olmasdan, topolmasdin, Shimkentdan, Shimkentdin, din, tin yoki dun, tun varianti ham bor. Masalan, uydan, uydun, qo'ydan, qo'ydun variantlari. Shu o'g'iz lahjasida o'zida, o'zinda, qo'llarida, qo'llarinda, so'zidan, so'zimda n tovushi kelishi o'sha o'g'iz va qipchoq lahjalarida ham kuzatiladi. Endi o'sha men sizga bevosita yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarni eslatib o'taman. Bugungi mavzu doirasidagi fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz mumkin. Xayr, sog' omon bo'ling.